charchadim yashashdan. Tanaqandan so'q bo'lsin Xudoyim. Allah Parvardigorga bersin. minnatdor. Tanaqan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xabarasiz Namangan viloyati Soqoq tumani 5 ta mahalla fuqarolar yig'inga kelganmiz. To'g'risi juda ajablanyapman. Sababi bu xonadonda yashayotgan ikkita, ya'ni er-xotin ikkovlari ham bemor ekan. Hozir sizlarga bevosita olib ko'rsatib beramiz. Juda ham holatlar vazmin. Xudo xohlasa holat peshalarimizdan iltimos qilamiz. Banisiga yotib davolanishlari uchun oz-moz ko'mak kerak ekan. Xudo xohlasa ichkariga olib kirsaman, bemalol ko'rib guvohi bo'lasizlar. Bu yog'i 27-maktab, bu yog'i bo'lsa 5 ta mahalla fuqarolar yig'inini oldida turibmiz. Mana shu buncha zavodiy bo'lgan xonadonga kirib hozir o'rganishni olib boramiz. Sog' bo'linglar. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlar, ko'prigimiz ham juda ayanchli holatda ekan. Mana o'ylan olta uchish. Mana ko'ring. Holat o'ta ham ayanchli holatda. Mashallah, chuqurlikka qarang. Hozir hammamiz uyimizda issiq-ovqat yoki bo'lmasa choy ichib turgan mahallimizda bu xonadonda bir inson juda ham og'ir ahvolda yotibdi. Yotib davolanishlari uchun ozgina pul so'rashyapti. Uyim oldini yoki bo'lmasa ko'chamni qilib beringlar deyishayotgani yo'q. Yotib davolanib, sog'ayib olsam bo'ldi degan yaxshi gap aytishyapti. Mana bu tunni ham maktabdan berishdi. Mana shu qishda issiqroq o'tirsin, o'tiraylik deb berishdi deydi. Mana uy holat ko'rib turibsiz. Juda ham ayanchli holatda. Undan tashqari mana yuradigan joyimiz ham holat vazmin holatda. Bir necha bor mahalla komiteti ham yordam bergan ekan. Qolaversa mana qo'ni-qo'shnilar yordam berib turishar ekan. Bu yerda Mrs. opamiz bor ekan. Endi ko'pchilikning ko'magiga zormiz, xudo xolasa. Bu opani o'zlarining kaltalarini qo'yamiz va o'zlarining adreslarini ham, lokatsiyalarini to'g'ri tushuntiramiz. Sababi qo'lingiz bilan olib kirib bersangiz ham bo'ladi. Xudo xolasa, yaxshi niyat qilib Ramazon oldi bir ehsoninglar bo'ladiganmiz. Bemalol olib kelaverasizlar. Do'stlar, hozir kiramiz bemorni hollardan xabar olamiz. Assalomu alaykum. Kalima xola, yaxshimisiz? Xo'pmi? Alloh shifo bersin. Siz ko'p gap aytmaymiz. Opa, nima bo'lgan bu opamizga? Bu opamizda jigarlari kasal, bu jigarlari qoritaloqlari metastaz bergan, davolanishga sharoitlari yo'q. Mana shu erlari bor. O'zlari bir hojatga bora olmaylar, yoki shu ora-chorada shu kateter ulab qo'yamiz, sidirib olamiz, sidiradigan ukorlan qilamiz. Hozirda umuman sharoit yo'q. Chiqib biz savrab turamiz. Non kirlarni erlari yuvadi, shularni ham erlari tutib tarbiya qiladi. Hozir erlarni ham bemor dedingiz-a? Erlari xo'jayinlari bronxopnevmoniya. Bir yoqqa o'pka qurgan. Endi operatsiya qilishga meni sharoitim yo'q, qayerga yo'q deydi. Ularni ham mahalla emindan Ilhomjon doktordan so'rasam ham aytadi, uchibdi turarlar erlari. Ishga noloyiqlar erlari. Hozir bular nimaga tushgan, gruppaga tushgan? Yo'q, gruppaga o'tgan yili harakat qilganmiz. Harakat qilib mablag'ga berib taqilib belgi bo'lmagan. Bizda ham yetib turarlar, qo'ldan kelgancha sharoit qilib beramiz. Endi bizning kasalimiz emas. Infeksionniy kasallik bo'lganligi uchun o'sha nimaga jo'natilgan bu. Opa o'zi asli bunaqa semiz xotin emaslar? Yo'q, jigar ishish. Jigar ishda holatda mana. Holat, qo'l ishish. Qo'ldan olib keling, yaqinroq keling deyoni. Bularga siydiradigan ukol qilmasa ishib ketadi. Ina 3 kungacha to'rt sit qilamiz. Kateter uqlaymiz, bu basharalarni ham qiling mana. Kun turayga bo'lib keladi. Alloh shifo bersin. Xudo xolasa saxovat peshalarimizga murojaat bilan chiqyapmiz. Kelinglar, xudo xolasa Ramazon oldi ehsonimizni qilaylik. Qachon kartangiz bor, ha? Plastik karta. Yo'q, men plastik karta ishlayman. Kimizda bormi? Kimning kartasini qo'yamiz? Sizga nomingizga karta ochamiz bo'lmasam, siz olasiz bu kartani. Sababi o'zimiz kartamizni ham qo'ya olmaymiz. Hop, adresingizni tushuntirib o'tyapmiz. Xudo xolasa bemalol ehson qiluvchi inson ishiga olib kelib berishadi. 5 oyliklar, xudo xolasa befarq bo'lmaydi. Ko'pchilik bo'ladigan bo'lsa, vaqtida uzun ko'cha oralab bu yog'i, cho'rtoqdan bu yog' mana shu opamizni tuzalib ketishlari uchun o'z hissamizni qo'shaylik. Xudo xolasa sahiy bo'lsizlar. Inshaalloh ishonaman. Mana shu videomizni befarq qoldirmaysizlar degan umidamiz. Oyoqlarni ko'rsatdilar, juda ham ishib ketgan. Qorin qolaversa, men qo'llarni ko'rib turibsizlar. Mana yuzlardagi dog' emas, albatta mana shu kasallikning asorati ko'kimtir bo'lib yuzlari ham ko'karib ketibdi. Kelinda befarq bo'lmaylik. Ko'pchilik bo'ladigan bo'lsak, agar 10 ming so'mdan tashlaydigan bo'lsak ham, bu yog'i bu opamizni tuzib ketishlari-yu, erlarning operatsiyasiga ancha-muncha pul yig'ilib qoladi. Befarq bo'lmaylik. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Topganimiz yaxshi kunga, to'yga, markabga, hajga nasib qilishini Allohdan so'raymiz. Ilohim, siz birni bersangiz, Alloh taolo menga beradi. Agar birgalikda bo'ladigan bo'lsak, oramizdan bitta yarimta bemorni shuni chiqarib qo'yib, men bo'lishi mumkin edi, siz bo'lishingiz mumkin edi. Lekin bitta bemorni chiqarib qo'yib sinaydi, ana sinovdan eson-omonlikda o'tib oladigan bo'lsak, siz bilan bizga Alloh taoloning ajri mukofoti beriladi. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Befarq bo'lmaysizlar degan umidamiz. Mana shu video roligimizni qolgan akalarimiz ham gruppaga, postlaringizga, Instagram, Facebook hamma joyga tarqatinglar. Ko'pchilik bo'ladigan bo'lsak, tezroq mana shu opamiz shifo topadi. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Sog' bo'linglar. Har safar inalarida davolatadi. Ona mana bu ehson qiluvchilarga chiroyli duo qilib bering. Ilohim, dishtimni bersin, yaxshi kunlar bo'lsin, topganlarga baraka bersin, mana birni bersa, ularga mingni bersin, Allohim parvatga tanig'ani so'g' bo'lsin, umrjonda uzoq bo'lsin, boldarna bosh ko'z bo'lib tursin, kimi qilsa, qo'ldori pulga tursin, to'lsin, Allohim parvardigoriga nima niyat qilsa niyatiga yetsin, nima tilasa tilasa Xudoya, hech kim kasal bo'lsin parvardigoriga. Nima niyat qilsa boldarna bosh ko'z bo'lib tursin, Allohim parvardigoriga. Tanıganlar soğuk olsun, ömürcanlar uzak olsun, qo'shqonlarni qo'sha qarig'lar, rahmat shunchalik. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu qorinlardagi ishlar ham, mana shu nima deydi?
kasallikni asorat ekan. Hozir ish boshqasida ham qiyinchilik, maksimal ishib ketganlar. Shunga befarq bo'lmaymiz, xudo xohlasa. Sog' bo'ling. Hojiman, salomat bo'ling.